bitta Hoji opa keldida. Shunaqangi bir muhabbat ajoyib ekan. Ibodatni ham chiroyli qilgan. Keyin Ka'baga borganimizda domla dedi Madinada ham aytaveradi, Ka'bada ham aytaveradi, domla akamni duo qiling dedi. Akamni duo qiling dedi. Aytdim, akangizdan boshqa odam yo'qmi? Yo'q, akamni duo qilavering dedi. Hali sila rahimdan boshladi avvalida. Ancha Qur'onni yaxshi o'qar ekanda, salkam qori ekan. Keyin akamni duo qiling. Ha, nimaga? Xo'p, duoni sababini ayting. Desam, oxir Qur'onimni tugatdim dedi. Hozir bu opa Qur'onni aytgan uchun aytib beryapman. Qur'onimni tugatdim dedi. Keyin Qur'onni Fatihani ochib boshlatganimda, "Ey Allohim" dedi, deb aytdiki, "Mana shu Qur'onimni Rasululloh uchun o'qiyman. Bitta tuhfa Rasulullohga sovg'a qilaman, shuni tugatib Rasulullohga bag'ishlayman." Keyin Qur'onimdan dedi bir 10 poracha o'qiganimda uyimizga akam bilan keyin yangam keldi. Keyin kelib aytdiki, "U opa aytayapti, bizni ishri bor" deydi. Akam kelib aytdi yangam bilan, "Biz umraga ketyapmiz. Endi sizni bir ko'rib ketaylik deb kirdik." Ular shunaqa deyapti, meni ichimda bir narsa yeb qo'yyapti dedi. Meni hali erimni qo'li yupqa bo'lsa, unaqa puli yo'q, bolalarim yosh bo'lsa, qanaqa qilib bularga nima qilaman deb dedi. O'zimni ichimdan o'tdi dedi, ularni oldida nima qila olmadim. Keyin akamlar ketgandan keyin rosa yig'ladim. Ey Xudo, men ham shunaqa joyga boramanmikin deb yig'ladim. Keyin Qur'onimni o'qidim, 20 paradan keyin o'qigim kelmay qoldi. Rasulullohga deb qo'yganman. O'qigim kelmay qoldi, yurakka ham sig'may qoldi. Haligilar, shuncha sizlar ham kelayotganlaringda orqalaringdan bilinglar qancha odam yig'lab qoladi. O'shalar haqiga ko'p duo qilinglar, ular ham kelsin. Keyin shunday bo'ldi. Keyin akamlar ketadigan kunidan bir kun oldin yana kirishdi oldi. Kirib endi bir xayrlashib ketaydik, ertaga uchamiz deb aytdi. Ularning oldida tura olmadim, yig'lab ketib yubordim. Hali opa aytgan, yig'lab turib ketib yubordim, kirib ketdim dedi. O'zimni bosib, sovuq suvlarda yuvib, oldilariga chiqdi. O'tirishdilar dedi. Yana to'xtatib bo'lmadi, yana yig'layapti. Ha, nimaga yig'laysan? Xursandchilik yosh aka, e'tibor berma endi deb aytdi. Ya akam bir gap aytdi. Xursandchilik bo'lsa, oxirigacha bo'lsin. Senga biz aytmadik-ku, mo yangi senga ham hamma yo'qni qilib qo'ydi. Senga ham hamma yo'q tayyor, ertaga sen ham ketasan. Ertaga sen ham biz bilan uchasan. Shu kuni ishonasizmi dedi. Mana o tanaga dedi teri sig'ib turar ekan, odam sig'mas ekan. Shunday xursand bo'ldim dedi. Mana keldim, niyatimni boshida dedi. Mana shu Qur'onimni Rasulullohga deyman dedim, Ravzada tugatib chiqdim domlar. Rasulullohning oldida Qur'onimni Rasulullohga o'zim bag'ishlab chiqdim. Akamni duo qiling dedi. Shunaqa. Sizlarga ham bir gap aytaymi? Eng baxtli onasizlar-da. Ishlaringizda Toshkentni ham ko'rmaganlar bor-da. To'g'rimi gapim? Bolamga bo'lsin deb kiyimlaring yirtilib qolsa, o'zlaring ham olib kiyib yurgansizlar-da, qizimga bo'lsin deb. Shunday qilgansizlar. Aytgansizlar, "Ey Xudo, meni ham peshanam bir kun yarqirab qolarmikin? Men ham yaxshi joylarni ko'ramanmi? Men ham Shohmordonga boramanmi, Toshkentga boramanmi, sanatoriyaga boramanmi?" deb yuradilaring. Xudo taoloning suyganligi, peshanalarni yarqiralaganligi shuki, odamlar orzu qilgan joyda eng zo'riga olib kelib qo'ydi. Alloh taolo sizni nimadandir to'sib turgan bo'lsa, bilingki, undan yaxshirog'ini siz uchun saqlab turibdi-da. Tushundilaringmi? Nimadandir sizni kimdandir kam qilib turgan bo'lsa, undan ortiqroq narsani sizga berishlik uchun turibdi. Bundan ham ortig'i bor, nima bilasizlarmi? Jannat bor-da. Ertaga bandam mana jannat seniki deydi. Dunyodacha qiynalib yasharmiz, kimdandir kam bo'ldi. Halol yashab o'lib olsak, inshaalloh shunaqangi ulug' joylar bor. Shunaqangi joylarga kirishdan Alloh hammamizga nasib.